Bugun sizlarga 200 gram go'sht bilan 6 kishi to'yadigan mazali taom tayyorlashni ko'rsataman. Barcha mahsulotlarni grammlari bilan описаниеdan, kommentariyadan topishingiz mumkin. Barcha mahsulotlarimizni chopperga birin-ketin solamiz. Go'sht, piyoz, chesnok, yanada oqsillarga va foydali bo'lishi uchun qaynatilgan qizil loviya ham qo'shdim. Agar qizil loviya bo'lmasa, oq loviyadan ham foydalanishingiz mumkin. Tabga ko'ra tuz va o'zingiz istagan ziravorlardan solasiz. Bir dona tuxum solib, chopperda bitta massa holatiga keltirguncha yaxshilab aylantirasiz. Haqiqatda ham chopper ayollar ishini oson qiluvchi ro'zg'or buyumi hisoblanadi. Agar sizda bo'lmasa, bitta olishingizni tavsiya qilaman. Agar chopper bo'lmasa, go'sht maydalagichdan o'tkazib, yaxshilab urib shu holatga keltirsangiz ham bo'ladi. Qo'limiz yordamida kotletlar tayyorlab olamiz. Juda ham yumshoq massa bo'ladi, tez tayyor bo'ladi. Pergament solingan listga kotletlarimizni terib, 180 gradusda qizigan gaz pechiga 30-35 daqiqaga jo'natamiz. Kotletlarimiz pishgunga qadar 3 dona kartoshkani parrak-parrak shaklda to'g'rab olamiz. Kartoshkalarimizni to'g'rab bo'lgach, ustidan qo'yishimiz uchun suvli sousini tayyorlab olamiz. Suvga tomat pastasi, tuz va o'zimiz istagan ziravorlardan qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Qanaqa ziravorlardan foydalanganimni kommentariyadan o'qib olishingiz mumkin. 30-35 daqiqada kotletlarimiz shunaqa bo'lib pishib chiqadi. Tayyor bo'lgan kotletlarimizni bitta kotlet, bitta kartoshka qilib, gaz pechiga to'g'ri keladigan maxsus idishlarimizga yoki qoliplarimizga terib chiqamiz. Agar bunday bo'lmasa, qozonga tersangiz ham bo'ladi. Tayyorlagan suvli sousimizni ustidan qo'yamiz. Pergament qog'ozimizni suvda ho'llab, idishimiz ustidan yopamiz. 180 gradusda qizigan gaz pechida tepa pastini yoqqan holatda 35-40 daqiqada pishib chiqadi. Bu usuldan foydalanib siz uyda go'sht kam bo'lganda ham mazali taom tayyorlashingiz mumkin. Agarda sizda bo'lsa, xohishga ko'ra dumba yog'ini ham solishingiz mumkin. Bu kotletlaringiz yanada sochli bo'lishini ta'minlab beradi. Menda yo'q bo'lganligi uchun solmadim. Endi ovqatimizni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Juda ham mazali va foydali bo'ladi. Souslari o'zi bilan ustidan quyib dasturxonga tortishingiz mumkin. Shunaqa mazali va foydali retseptlar uchun meni kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yoqimli ishtaha!